Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchim. Xabaringiz bor, poytaxtimizda juda katta rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda. Jumladan avtobus bekatlarini yangi zamonaviy turlarga almashtirish, yo'llarni asfaltlash va svetoforlarni qayta o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Bu to'g'ridan-to'g'ri jamoat transporti harakatiga ta'sir qiladi. Keling, bu yangi o'zgarishlar borasida avtobus haydovchilarimizning fikrlari qanday? Hozir shu haqida gaplashamiz. Bizga eng stressli holat bu avtomobil kirib kelayotganimiz, ya'ni bekatga kirib kelayotganimizda mashina turganda biz kirishga qiynalardik. O'sha holat stress bo'lardi. Bizga avtomobilda qulayliklar yaratib berishyapti. Hozir do'konlarni olib tashlashdi. Kirib borishimiz ancha yaxshi bo'lyapti. Farg'ona yo'lida ham ko'ryapmiz hozir avtomobilga kamashkali bo'lsa, o'shani menimcha hozir to'g'ridan qilib beryapti. Primoy mamlakat shunga o'xshab kiradigan. O'sha qulaylari bo'lyapti. Ancha bizga qulaylik bo'ladi. Mashinalar turmaydi, kirib chiqishimizga yaxshi bo'ladi. Hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Avtomobil magazinlarni olib tashlashdi. Qo'ldan kelgancha bekatlarga to'xtashimizga qulay sharoitlarni yaratib berishyapti. 22-yo'nalishimizda Rissiga Farg'ona bozori bekatimiz bor. Erta avtomobilga kirishga noqulaylik ancha ko'p. Taksilar bor, bozor kirib ketadigan mashinalarimiz bor. Yo'lovchilar to'xtab qarab qiladi. O'sha hozir remont qilib berishyapti. Undan oldingi bitta oldingi avtomobilimiz elektr apparat, bitta ham shu avtomobillarimizni o'zgartirishga kirgizib berishyapti. Hozirgi paytda yo'llarimiz ancha ravon bo'ldi, tep-tekis bo'ldi. Oldin o'nqir yo'llar ko'paydi. Notekis yo'llar avtobusga ancha texnik zarar berardi. Hozir ancha yaxshi, yurish tezligimiz ham oshgan, yaxshi. Vaqtlarimizga ham vaqtga yetib kelyapmiz. Shahrimizda bo'layotgan o'zgarishlardan ancha xursand bo'lamiz. Xudo xohlasa davomiy bo'ladi. Biz ham yo'lovchilarga sifatli xizmat qilishga harakat qilamiz.